Başki. Oturaki. Ulanmaki. Yalğızki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını eydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sut toşu almay, yetivaptı Savut Bay. Keklikede neygi mandınız? Kiyi hocamın toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sınay yanırmakta. Birikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal tong tizek. Ki keli kel. Ki öküz. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Mekke. Tep koşulsa mektep buludu. Me mek. Tep mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki ik. Ke iki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük örük. Örük. K me mal kamal me kemek tep ke ve ava de udu ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke maldım. Somkanğa kempütü başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekini et çıkıp bəgin. Kavlanın tüyünü soku yiyibdi. Mektepten baldıra qaytıp gəlgin, ha? Opa, karotumni ratlik yığıştırıp ettim. Emdi mağmasam küçüküp kalımen. Koton, oğlumuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishini aytdingizmi? O mektepten kelsa, ketmanni ilib arqo'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram ele o'lib andan chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shu kan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xalpsanlarni men oldimda nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darasi yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qila olaytding? Mana misa? Nemish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtindek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam. Kamal texi hiç qaytib kelmaydi. Men ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hanim bo'z qaytib kelsan, sendan ensirab turgandim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni shunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emasdi. Raskapqil, sağzadan nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qish qilishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr sindirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bak yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketdi, ha? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizg'inim uchun oldinda to'limi xijilma. Undaq deyman dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytiraman. Rahmat o'g'lim.